Bugun ko'pchilikka shu yurak klapan operatsiyasi qanchaqda shu zati go'sht klapanni tanlash yaxshimi yoki metal klapan yaxshi tanlash yaxshimi degan temada tafsiliy so'zlab beray ko'pchilik. Men Xinjiang tibbiy dashasi Bayishlarmaq doktorxonasining Absalom doktor. Odatda shu klinikada shu yurak klapan operatsiyasi qilgan bemorlar bizdan eng jiq so'raydigan savol dal shu operatsiya jarayonida shu metal klapanni tanlasak yaxshimi yoki go'sht klapanni tanlasakmi yaxshimi degan savol. Buningda men tafsiliy so'zlab beray, tanlashni o'zinglar tanlanglar. Hamda biz bu yo'l ko'rsatamiz, lekin oxirida bemorlar o'z qaror chiqardi. Birinchidan, hamda bu go'sht klapan deganimiz odatda shu hayvonotlarniki klapanni pishiqlab ishlash orqali odam badanini yaklamaydigan mushalatga kelgan klapanni buni go'sht klapan deymiz. Hamda metal klapan deganimiz asosida bu metal yasaldi. Metal yasalib uni shu odamning klapaniga o'xshatib yasab, shu klapanning rolini o'taydi. Hamda uningki ba'zi jihatda go'sht klapan bir qadar qimmat, metal klapan bir qadar arzon, lekin hamda buningda hargiz u ba'zi buni belgilmaydi. O qimmat narsa cho'qim yaxshi, arzon narsa cho'qim yaxshi emas degan narsa emas, balki sizga eng mos kelgan yaxshi. Hamda uningdan boshqa shu go'sht klapanning umrini odatda biz 10 yildan 15 yilgacha deymiz. O'ttircha. Hamda bunday deganimiz ba'zilarning 5 yil chidishi mumkin, ba'zilarning 20 yil chidishi mumkin. Ammo go'sht klapanning. Hamda metal klapanning umrini odatda biz 20 yildan yuqori deymiz. Hamda ba'zilarning balkim 20 yil to'shmay turiblar, metal klapandan chatoq chiqqan ish bo'lib qolishi mumkin. Balkim ba'zi odamlarniki metal klapan balkim bir umr yetishi mumkin. Hamda uningdan boshqa go'sht klapan almashtirgan bemorlar odatda operatsiyadan keyin qon suyuladigan dorini 3 oydan 6 oygacha iste'mol qilish bo'ldi. Metal klapan almashtirgan bemorlar odatda qon suyuladigan lefashaban, xafali degan dorini cho'qim bir umr iste'mol qilish kerak. Hamda uningdan boshqa go'sht klapan almashtirgan bemorlar odatda 3 oydan keyin 6 oydan keyin qon suyuladigan dorini to'xtatgandan keyin bu bemorlarniki keyin qon o'sib qoldigan yoki uyabiyalari qanaydigan avvalo chiqish ehtimoli tuvan bo'ldi. Lekin metal klapan almashtirgan bemorlar bir umr qon suyuladigan dorini yegandan keyin ular cho'qim vaqtida qon tekshirib turish kerak. Ham keyincha masalan uyabiyadan qanaydigan ya shu qon o'ksisi paydo bo'lib qoldigan yoki qolib qolsa shu metal klapanning yuzida shu qon o'ksisi chaplashib klapandan chatoq chiqish ehtimoli bor. Hamda biz odatda klinikada odatda 60 yoshdan asos qilamiz. 60 yoshdan yuqorilab qolsa asosan biz go'sht klapandanroq tavsiya qilamiz. 60 yoshdan to'g'ri bo'lib qolsa biz metal klapan tavsiya qilamiz, lekin hamda bu mutlaq emas. Buningda biz bir balash ilib boramiz. Hamda uningdan boshqa hozir yangi texnikalar chiqyapti. Masalan, bu klapanlardan keyin chatoq chiqib qolsa, yo'ldan sinkroniza klapanni remonт qilgan amallar chiqqandan keyin biz hozir bu yosh shaklimizdan sal tuvallatdik. Masalan, klapan bu klinikada masalan ba'zi bemorlar 55 yosh atrofida bo'lib qolsa, balkim go'sht klapan almashtirgan deyishimiz mumkin. Chunki go'sht klapan almashtirgandan keyin bu bemor operatsiyadan keyin qon suyuldirgan dorini yemaslik mumkin. Agar navbat kerak 10 yil 15 yildan keyin masalan bu bemor 55 yosh klapan almashtirdi deydi. 65 yosh yoki 70 yoshda bu klapandan chatoq chiqsa, yana shu klapanni remonт qiladigan hozir yangi texnikalar bo'lg'achqa biz balkim go'sht klapanni tavsiya qilishimiz mumkin. Shunga bemorlar odatda bu tanlashni qilgan chog'da o'zininki ameliya avvaldan chiqish turib tanlashni tavsiya qilamiz. Masalan, so'raydiganlar 181 99 88 77 34 mush nomerni undar qilib maslahat so'rasanglar bo'ladi.